Islam bu ajoyib jangchi. Odamlar uchun pound for pound reytingida birinchi o'rinda, lekin men uchun emas. O'zim uchun men dunyoning eng yaxshi jangchisiman. Shuning uchun men u bilan xohlagan narsamni qila olishimni bilaman. Chunki men undan anchagina yaxshiman. Do'stlar, bugungi videoda men Iliya Topuria dunyoni hayratga solgan 5 ta jangi haqida gapirib beraman. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Qani ketdik. 5-o'rin. Ryan Hall. Iliya Topurianing aralash jang san'atlaridagi debyuti 2015-yil aprel oyida bo'lib o'tgan. Oradan atiga 5 yil o'tib, u UFC'dagi ilk jangida Yusuf Zalalga qarshi o'tkazdi. O'sha paytda ispan gruzin nokaut haqida faqat ozchilik bilardi. Bilganlar ham uning hali pishib yetilmaganligini va marokashli killerga qarshi kurashish uchun yetarli mahoratga ega emas deb o'ylashardi. Biroq hayratlanarlisi shundaki, Iliya nafaqat Zalalni mag'lub etdi, balki bu ishni juda ishonchli tarzda bajardi. Muvaffaqiyatli debyutidan atiga 2 oy o'tib, Topuria yana oktagonga qaytdi va bu safar Diamond Jacksonga qarshi jangda yorqin g'alabaga erishdi. Ushbu epik yakun ko'plarni, jumladan UFC matchmakerlarni ham hayratga soldi. Ular darhol Topuriaga top 15 reytingga yaqinroq bo'lgan raqib izlay boshlashdi va bu bechora raqib mashhur grappler Ryan Hall bo'ldi. Men o'sgan joyda uning uslubiga o'xshash jangchilar juda ko'p edi. Shuning uchun bu men uchun yaxshi imkoniyat. Bu haqidagi gaplar ortiqcha bo'rttirilgan. Men u bilan partiyada ishlashga hech qanday muammoga duch kelmayman. Agar siz uni janglarini kuzatgan bo'lsangiz, bilasizki, u UFC'da 4 ta jang o'tkazgan, lekin faqat bitta submission bilan g'alaba qozongan. U ham BJPN ustidan. Lekin bu biz 10 yil oldin tomosha qilgan BJPN emas edi. U qarib qolgan edi. Qo'lini submission bilan ushladi, lekin keyingi 3 ta jangida buni qaytara olmadi. Bu dahshatli. Qolaversa, u juda yomon strikerdir. Uning zarba berishda hech qanday kuchi yo'q, faqat yomon low kicklar bor xolos. UFC'ga kelishidan oldin Iliya o'zining kuchli jiu-jitsusi hisobiga ko'plab g'alabalarga erishgan edi. Shu sabab ko'plab tahlilchilar uning Hall bilan jangida epic grappling almashinuvlarini ko'ramiz deb bashorat qilishdi. Ammo xoh afsus, xoh quvonch bilan aytaylik, biz bu jangda Topurianing kurashini ko'rmadik. Buning o'rniga u Hallning boshini brutal tarzda oktagon tagiga yo'naltirdi va kuchli hammer fist zarbalari bilan yakson qildi. Men jang aynan shunday kechishini oldindan bilgan edim va uni yo'q qilishni tushungandim. Men ilgari ham shunday jangchilar bilan sparring mashg'ulotlarida to'qnash kelganman. Uning uslubida hech qanday alohida narsa ko'rmadim. To'rtinchi o'rin. Bryce Mitchell. Ryan Hall ustidan qozonilgan g'alaba Iliya Topuria uchun muhim bosqich bo'ldi. U kuchli jiu-jitsu ustalaridan cho'chimaydigan jangchi ekanligini isbotladi. Ammo UFC matchmakerlari uning kurashga qarshi chidamliligini yana bir bor sinab ko'rishga qaror qilib, uni Mavsar Yevloyev bilan to'qnash keltirishdi. Ushbu yarim yengil vazn toifasidagi ikki asosiy umidvorlar o'rtasidagi jang 2022-yil yanvar oyida bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq Mavsar Covid testidan o'ta olmay, jang bekor qilindi. Keyinchalik Topuriaga yangi raqib Charles Jourdain tayinlandi. Ammo bu safar vazn tashlash muammosi Topurianing o'zida kuzatildi va jangdan chiqib ketdi. Vazn tashlash azoblaridan qochish uchun Iliya yengil vaznga o'tishga qaror qildi. Ammo bu qaror debyutda deyarli unga qimmatga tushdi. U Edge Herbertdan dahshatli high kickni qabul qilib, nokaut bo'lishiga bir baqiy qoldi. Ammo mo'jizaviy tarzda o'zini tiklab, jangni o'z foydasiga burdi va britaniyalik jangchini uxlatib qo'ydi. Shundan so'ng u yana 145 funt vaznga qaytishni e'lon qildi. Vazn bo'yicha tajribalariga va muammolariga qaramay, UFC rahbariyati unga reytingli raqib sifatida Bryce Mitchell bilan jang berishga qaror qildi. Topuria kabi Bryce ham UFC'da unchalik uzoq yurmagan edi, ammo u allaqachon muxlislarning e'tiborini o'ziga tortishga ulgurdi. Ayniqsa u veteran Edison Barboza ustidan qozonilgan g'alabasi va g'alati bayonotlari bilan mashhur edi. Men shunchaki yarim yengil vaznda istalgan jangchini mag'lub eta olishimni bilaman. Menga ularni yengish uchun atiga bir raund kifoya qiladi. Agar bu Bryce bo'lsa, demak Bryce unga shunchaki omaslik kulib boqadi. Paddy Pimblett bilan tortishuv. Topurianing bu jangga tayyorgarlik jarayonida eng qiziqarli voqealardan biri UFC'ning matbuot anjumanida sodir bo'ldi. U yerda kutilmaganda Paddy Pimblett bilan tortishib qoldi. "Sen men bilan erkak kishi kabi gaplashmoqchimisan? Sen men haqimda qandaydir rahmoqona gaplarni aytding. Shuning uchun men sening mamlakatingga borib, seni tarsaki bilan uraman va shahar ko'chalarida
qirol kabi yuraman. Men ingliz tilida gapiraman va sen ingliz tilida haqorat qilaman. Albatta Pebblning bunday jangchiga qanday javob bera olishi juda qiziq bo'lardi. Ammo hozircha bu jang faqat orzu bo'lib qolmoqda. Bryce Mitchellga qarshi jang. Jang boshidanoq Ilya masofani qisqartira boshladi va kuchli boks kombinatsiyalari bilan Bryce'ga bosim o'tkazdi. Mitchell barcha vaziyatlarni qabul qilib, vaqti bilan javob qaytarishga harakat qildi. Shuningdek, kurashga o'tish uchun imkoniyat izladi. Raund oxirida u hatto Tapuriani yiqitishga muvaffaq bo'ldi, ammo tanaffusdan keyin uning urinishlari pushga chiqdi. Ikkinchi raund Tapuri amerikalikning yuzini butkul mayib qildi. So'ngra uni knockdownga tushirdi. Keyin esa takedown bajarib, qattiq uchburchak uslubini qo'lladi va taslim qildi. Oktagonga chiqishimdan oldin ham men jangning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Bryce'dan hamma jihatdan ustun ekanligimni bilardim. Stand-upda ham, parterda ham va men buni isbotladim. Hozir men UFC'da 5-0 rekord bilan oldinda ketmoqdaman. Keyingi yil esa chempionlik jangini o'tkazishni istayman, chunki men eng yaxshisiman. Men birinchiman, lekin hozirgi chempion divizionni tark etishga tayyorlanayotganligini tushunaman. Shuning uchun uzoq kutishni xohlamayman. Mening uchun eng yaxshi variant Brian Ortega bilan jang qilish bo'lardi. Qani ko'ramiz, UFC menga nima taklif qiladi. Oh, that's tight. Whoa! Still undefeated! Wow. Ilya Topuria submits Bryce Mitchell. Wow! Oh my goodness! He beat him up. He beat him up and he submitted him. Wow! Uchinchi o'rin Josh Emmett. Ilyaning Bryce Mitchell bilan bo'lgan jangi haqiqatan ham fenomenal deb baholandi va unga $50,000 bonusni taqdim qildi. Bu g'alaba tufayli Tapuri yarim yengil vaznning top 10 reytingga kirib bordi va endi o'ziga top 5 dan raqib talab qila boshladi. Ideal holatda u Brian Ortega bilan jang qilishni xohlardi, ammo TCT bunday jangni qabul qilishga ham jur'ati yetmadi, chunki u Ilyaning nimalarga qodirligini yaxshi tushunardi. Ortegani jangga chorlab bo'lmasligi ayon bo'lgach, Tapuriyaning jamoasi yangi qurbon qidira boshladi va tez orada Josh Emmett ko'zga tushdi. Qo'rqinchli zarba kuchiga ega bo'lgan bu amerikalik pancher yaqindagina 5 g'alabali seriyani boshdan o'tkazgan edi, ammo 2023-yil fevral oyida vaqtinchalik chempion jangi doirasida yana Rodriguezga yutqazdi. Men uning faqat kuchli huk zarbalaridan ehtiyot bo'lishim kerak, xolos. Uning kurashi yoki partadagi mahorati umuman tashvishlantirmaydi. U faqat boksga suyanadi. Lekin jangda mening boksim, mening kurashim va mening grapplingim haqida o'ylashga to'g'ri keladi. Men oktagonga chiqib yana bir g'alabani qo'lga kiritishni sabrsizlik bilan kutyapman. Josh Emmett ham bu jangga jiddiy qaragan edi. Men jangga to'liq e'tiborimni qaratganman va Ilya kabi kuchli raqibga qarshi tayyorgarlik ko'ryapman. UFC va divizionda nima bo'lishini oldindan aytib bo'lmaydi. Jarohatlar, rejalarning o'zgarishi va boshqa ko'plab omillar bor. Agar men g'alaba qozonsam, chempionlik jangiga bir qadam yaqinlashaman yoki hatto to'g'ridan-to'g'ri titulga jang qilaman. Lekin avval Tapuriani mag'lub etishim kerak. Men o'zimga bosimni his qilmayapman. Bu men uchun oddiy jang. Butun hayotim davomida shu ish bilan shug'ullanib kelganman. Jang oldidan Ilya o'zining mashhur intervyularidan birida vazn tashlash sirlarini ochib berdi. Biz shunday yo'l tutamizki, chunki vazn tashlash paytida yotib uxlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men yarim shisha vino ichaman. Bu menga yaxshiroq uxlashimga va shu bilan birga suvsizlanishimni oldini olishga yordam beradi. Endi asosiy savol, bu usul Tapuriga yordam beradimi yoki Emmett unga birinchi bo'lib haqiqiy qarshilik ko'rsatadimi? Jang ehtiyotkorlik bilan boshlangan bo'lsa-da, Tapuri o'zining tezligi va oyoq harakatlarini hisobiga Emmettni uzoq masofada ushlab turdi. U kuchli zarbalar seriyasi bilan amerikalikning yuzini doim nishonga olib, oyoqlariga past zarbalar berib bordi. Har bir daqiqada tempo oshib bordi va Emmett faqat o'zining overhand zarbasiga suyanib qoldi. 4-raund Ilya Emmettni knockdownga tushirdi va uni yakunlashga harakat qildi. Unga bir necha bor kuchli zarbalar berdi, ammo amerikalik jangchi taslim bo'lmadi. 5-raundga kelib, Tapuri jangni kurashga o'tkazdi va mutlaq ustunlik bilan g'alaba qozondi. Jangdan keyin u shunday dedi: "Men har doim istalgan jangchini nokautga uchrashim mumkin deb o'ylayman. Lekin bugun shuni angladimki, bu divizionda haqiqatan ham juda qattiq jangchilar bor. Ammo natijada men g'alaba qozondim. Bu muhim. Bu meni to'g'ridan-to'g'ri chempionlik jangiga olib boradi. Shubhasiz, kelasi chempionlik jangida men bo'laman." Ikkinchi o'rin Aleksandr Volkanovski. Hatto Josh Emmett ustidan qozonilgan g'alabadan oldin ham Ilya amaldagi chempion Aleksandr Volkanovskini jangga chorlab kelardi. Endi esa u rasman chempionlik jangini talab qilish huquqiga ega bo'lgach, ortga chekinishi mumkin emas edi. U 155 funtga ko'tarilmoqchi, chunki haqiqiy tahdiddan qochyapti. Tushunyapsanmi? U kim uning uchun haqiqiy xavf ekanligini biladi. Bu menman, 145 funtda, lekin u osonroq yo'l izlayapti. Shuning uchun u 155 funtga chiqishga harakat qilyapti.
Men har doim o'zimga haddan tashqari ishonchli bo'lganman. Hech qanday shubham yo'q. Men uni juda oson mag'lub etishim mumkin. Ba'zi odamlar bu jangda men uchun eng qiyin bo'ladi deb o'ylashadi, lekin aslida bu mening karyeramdagi eng oson jang bo'ladi. U o'zining ruhiy muammolari haqida gapiryapti va men sezib turibmanki, u hozir 100% tayyor emas. Men esa to'liq tayyorman. O'zimni har bir jihatdan undan kuchli ekanligimni his qilyapman. Jangni tashkil etilishi va Volkanovskining qaytishi. Topuria va Volkanovski o'rtasidagi jang barcha MMA muxlislarini qiziqtirardi, lekin uni tashkil qilish unchalik ham oson emas edi. Fevral 2023-yilda Alex Bruzelik 5 raundga ko'tarilib, Islam Makhachev bilan jang qildi va unga karyerasidagi eng qiyin bahsni taqdim etdi. Keyin u Yan Rodrigezga qarshi kamarni himoya qildi. Biroq kutilmaganda oktyabr oyida Islam bilan revansh jangga chiqishga qaror qildi. Chunki Charles Oliveira jarohat sababli jangdan chiqib ketgandi. Dunyoning birinchi raqamli Pan-4 jangchisi bilan qisqa muddatli ogohlantirish bilan jang qilish avstraliyalik uchun karyerasidagi eng noto'g'ri qaror bo'ldi. Natijada u birinchi raundda oyoq nokautga uchradi. Shu vaqtda allaqachon ma'lum bo'lgandiki, Volkanovski va Topuria o'rtasidagi chempionlik jangi 2024-yil yanvar oyida rejalashtirilgan edi. Ammo Alexning Islamdan qabul qilgan nokauti rejalarga jiddiy o'zgarishlar kiritishi mumkin edi. Afsuski yengilmaganida Volkanovski ushbu mag'lubiyatni shunday og'ir qabul qildiki, u imkon qadar tezroq oktagonga qaytishni reja qildi. Shu sababli rejalashtirilgan jang atiga 1 oy kechiktirildi. Jangga qanday rejalar bilan chiqishimni u tasavvur ham qila olmaydi. Ko'pchilik jangchilar kuchli zarba berishi, grapplingda yaxshi bo'lishi yoki boshqa jihatdan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ularda aniq reja yo'q. Hech kim unga mening rejam bilan hujum qilmagan. Aynan shu narsa meni boshqalardan ajratib turadi. Jang tafsilotlari. Yangi qirolning tug'ilishi. Birinchi 5 daqiqa Volkanovskining nazorati ostida o'tdi. U Topuriani uzoq masofada ushlab turdi va o'zining kuchli zarba uslubini ishga soldi. Chempion navbatdagi jab zarbasini berayotganida Ilya masofani qisqartirdi va o'ng qo'li bilan kuchli overhand urdi. Ushbu vazn qirolni butunlay nokautga uchratdi. U meni bir necha bor urib, g'alaba qozonishni oldindan nishonlashga tushdi. Men esa ichimda shunday o'yladimki, endi mening navbatim. Kut, shunchaki kut. Dastlabki soniyalardanoq mening rejam uzoq kombinatsiyalar bilan ishlash edi. Faqat 2 zarbalardan iborat oddiy kombinatsiyalar emas, balki 3, 4, 5 zarbali seriyalar. Chunki bunday kombinatsiyalarni oldindan bilib bo'lmaydi va raqib uchun ularni to'xtatish juda qiyin. Shunday qilib, yangi chempion aniqlandi. Ilya Topuria. Men juda baxtliman, Jo. Beqiyos darajada baxtliman. Odamlar aytishadi, sendan bu ish chiqmaydi. Ular shubha qilishadi, seni pastga tortishadi. Ammo bilasizmi, hayotda nimagadir erishish uchun kerak bo'lgan yagona odam bu sen o'zing. Shunchaki tinimsiz mehnat qiling, taslim bo'lmang, ishoning va hamma narsa mumkin bo'ladi. Menga qarang, men nimaga erishdim? Men shunchaki o'z mahoratimni bilaman, Jo. Men juda ko'p mehnat qildim. Beqiyos darajada mehnat qildim. Shu natija uchun. Va men har doim bilardim, bir kun kelib UFC chempioni bo'laman. Shuning uchun bolalar, qayerdan kelganingiz muhim emas. Agarda qayerga ketayotganingizni bilsangiz, oldingizdagi narsa ortda qolgan narsalardan ancha muhimroq. Videoni ko'rib turgan har bir insondan bir narsani so'rab qolgan bo'lardim. Mening yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling. Siz bu yerda MMA va boksning eng so'nggi yangiliklarini ko'rasiz. Barcha UFC turnirlarini jonli efirda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birgalikda O'zbekistondagi eng katta aralash jang san'atlari sahifasini yaratamiz. Telegram kanalim uchun havola video opisaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Tarixni birgalikda yaratamiz. 5-o'rin. Max Holloway. Ilya Alexga qarshi ajoyib g'alaba qozongandan ko'p o'tmay, uzoq kutilgan UFC 300 turniri bo'lib o'tdi. Ushbu kecha dunyo ko'plab chiroyli janglar guvohi bo'ldi, lekin eng esda qolarli voqea kechaning asosiy janglaridan biri bo'ldi. Unda MMA afsonasi Max Holloway Justin Gage'ni nokaut qildi. 5-raundning so'nggi soniyasida dahshatli qulash 2024-yilning eng virusli voqealaridan biriga aylandi va Hollowayga yengil vazn toifasida kamar uchun yana bir bor jang qilish imkoniyatini berdi. Yengil vazn toifasidagi kamar. Sen esa faqat da'vogar. Professional faoliyatingda 7 marta mag'lub bo'lgansan. Men esa 0. Sen 7 marta mag'lubiyatga uchragan paytingda qayerda edi o'sha jang IQing? Men har doim g'alaba yo'lini topaman. Sen esa yo'q. Bu faqat bitta narsani anglatadi. Mening jangovar IQim senikidan yaxshiroq va men buni yana bir bor isbotlayman. Men raqiblarim ustidan hukmronlik qilishni xohlayman. Ko'proq odamlarni yo'q qilishni istayman va Max Holloway bilan jangda aynan shuni qilaman. Men bu g'alabani oson ko'rinadigan qilib qo'ymayman. Agar u jangning dastlabki 10 soniyasida men bilan oktagon markazida to'qnashsa, UFC tarixidagi eng tezkor nokautni ko'rasiz.
Chunki men oktagonda qanchalik kuchli ekanligimni bilaman. Men eng yaxshisiman, shunchaki bunga ishoning. Senga bir maslahat. Boshqa bu gaplarni aytma. Qanday qilib UFC'dagi eng yaxshi bokschi bo'lishing mumkin? Zarbalarda nokaut kuchi yo'q, texnika ham yo'q. U shunchaki bema'ni harakat qiladi. Bam bam bam. Men uning to'qmoq bilan ishlashini ko'rdim. Birodar, bu nima? Unday qilmang. Jang keskin qarama-qarshi hujumlar bilan kechdi va har doimgidek Ilya qo'llarida yaxshiroq edi, ammo Max ham tezlik va aniqlik borasida qolishmasdi. Buning ustiga kicklar va masofa nazoratida ustun edi. 3-raund oldidan Blaze o'z ritmini topgandek tuyuldi, ammo unday bo'lmadi. Bu hujum almashinuvi vaqtida va oktagonga sarlargan holda unga chap qo'li bilan og'ir zarba berdi. O'sha kecha Tapure kamarni himoya qildi va UFC'dagi eng mustahkam jag'ni sindirdi. Shu bilan birga muxlislarning yuraklarini ham. Bunday jangchini nokaut qilish qiyin, chunki men butun hafta davomida Max Holloway haqida yomon narsa topishga harakat qildim, ammo bunga muvaffaq bo'lmadim. O'zimdan so'radim, nega men u bilan jang qilishim kerak? Biz nega bunday qilyapmiz? Ilya's got to be careful that he doesn't punch himself out. Oh! Massive knockdown for Topuria! And still, he does it again! Ilya Topuria! Bugungi kunda Ilya Tapure UFC'dagi asosiy yulduzlardan biri hisoblanadi. Bunga qaramay u tashkilotda atigi 7 ta jang o'tkazgan. Tez orada u yengil vazn toifasida jang qiladi va agar g'alaba qozonsa, hozirda chempion bo'lgan Islam Maxashevga da'vogarlik qiladi. Endi esa asosiy savol: El Matador sensatsiyasi UFC reytingida birinchi o'rinda turgan pound for pound reyting yetakchisini mag'lub qila oladimi? Yoki dog'istonlik jangchi o'z taxtini saqlab qolib, tarixdagi eng yaxshi yengil vazn jang sifatida qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.